Hammaga salom. Anchadan beri ko'rishmadik. Biz bugun komandalarni tekshiramiz. Sizlarga eng kerakli bo'lgan. Mana shu bloknotda hamma komanda bor. Mana shu orqa fonda davay tekshirishni boshlaymiz. Ochamiz. Birinchi komanda Game Mode Creative. Game Mode Survival. Shunga xos kreativ. Game Mode Survival. За выживание готовится. Взрослые. Да. Выживание сейчас планина. И не нахайты. Вот что чёртские. O'rtasiga qo'shib kelamiz. Game Mode Creative. Biz yana qaytib kreativ deb o'tamiz. Bu birinchi bizamiz. Komandamiz, ikkinchi komandamiz. Time set day. Bu komanda sizlarga vaqt taqsimli bo'ladi. Misol uchun hozir chai yozamiz. Set day deyimizda vaqtni yozamiz. Nima qilishimiz mumkin? Night. Cho'tta taqdirli. Avval time set ekanmiz. Day night. Doksa kechqurun bo'ladi. Telefon chiqarib ertalab qilishimiz kerak. Time set day. Ertalab qilyapmiz. Yana hali komandalarni ko'p boshlaymiz. Keyin biz havoni, ob-havoni o'zgartiramiz. Wizard yoki sizlarga oson bo'lishi uchun bunaqa knopka bo'ladi. Shu knopkani xohlagan shekilda bosasiz. Shu pagoda va Wizard clear. Ясно. Keyingi Wizard yoki Wizard groza. To'g'ri sochiladi deyiladi просто. Chaqmoq joraqlaydigan yomg'ir yog'adi. Yoki yana qaytarib pagoda вот. Boshdan yana qaytarib. Oz hamma yorib chiqadi. Yana bizning anaqalarimiz bor. Bu birinchidan TP app deb yoziladi. Buni qilish shartmikan, qilmaymikan? Yozib ko'ramiz. Uzoqqa ketib qolishimiz bilan TP bunaqa yozilmaydi. TP S yozdi. Koordinatlarni yozamiz. 165 to'g'ri misol uchun. Bizning minusha koordinatlarga o'chamiz. Boom. Bu yaqin edi. Bu boshqa yo'q shu joyimizga. Etdim botimizga yaqin bot. Почти yaqin. Yana qaytib kelamiz o'zimizning studiyamizga. Keyingi yana hozir bu o'zimizga predmet olishimiz mumkin. Hozir yozib ko'ramiz. Boya yozgan komandamiz. Ana Game Mode Survival biz anaqa yotdik. Выживание. Endi yozamiz, qaranglar. Give tanlaysizlar o'zinglarni mana shu yerda bor. Kimlarni tanlashni. Misol uchun biz S tanlaymiz chunki o'zimiz. Любой blok misol uchun. Komandli blok ham bor bu. Mana command block deb yozasizlar.
qarsanglar qo'lingizga komanda blok paydo bo'ladi. Bilasizlar, bu komanda blokda narsalar qilsa bo'ladi. Rostakasi. Oy. Bu komanda blok burası nimaga qo'yilmayapti. Bunda tursam, lekin ishlaydi. Hop, mana qaylyapmiz. Tak. Keyingi komandamiz bu. Bu nazariy o'sha narsaga effekt qo'ysa bo'ladi. Misol uchun o'zimizga effekt qo'ysa bo'ladi. Mana qaranglar. Misol uchun effect s speed любой qo'ysa bo'ladi. Infinity tezligimiz beskonechli qaranglar. Tezlik o'zimizga tezlik qo'ydik. Vaqtga emas, любойga. Yana bitta anaqa qilishimiz mumkin, sakrashga yozamiz. Effect s jump boost infinity. Mana sakrashimiz ham bor. Yana komandalarimiz bu. Keyingisi bu effect night vision. Effektlar qo'shilib bo'ladi o'zingizga. Bizda komandalar tugadi, shundan ishlatinglar. Bu sizlarga o'ynashingizga yordam beradi. Faqat bularni ishlatish uchun birinchi bo'lib mana shu bosamiz, nastroykini qilganmiz. Mana mirni o'zini igrada mir eng pastroqiga tushsa, mana chiti degan joy bor. Shunda включить chitini bosasiz, o'zi o'chib turadi. Включить bosganingizdan keyin bu hammasi bo'ladi. Misol uchun buni o'chirib qo'ysanglar, mana qaranglar. Hozir ko'rsataman. Hop, mana yo'q u narsalar, mana yo'q o'sha. Lekin sizlarga mana bu fayz qoldi. Ishlatinglar, hammaga sog'lomlik tilayman. Biz yana ko'rishamiz. Hammaga xayr. Kerak bo'lsa obuna bo'ling. Sizni yana kutib qolaman. Hammaga xayr endi, точно xayr.